Haydovchilar diqqatiga, ba'zida tez tibbiy yordam xizmati xodimlariga qoida buzib yo'l bersam menga keyin jarima keladi, menga keyin jarima ballari keladi deb yo'l bermaydiganlar ham uchraydi. Aslida mana shunday vaziyatlarda sizga hech qanday chora ko'rilmaydi. Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda hamkorlikda buning yo'llari ishlab chiqilgan demoqda mutaxassisimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xuddi shunday Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi bilan bizning kelishuvimiz bor, memorandum imzolangan va agarda qizil chiroqda turgan paytda tez yordam mashinasi orqa tomondan kelib, uni o'sha signalli mayoqchasi yoqilgan bo'lsa, ovozli xabarnomasi o'sha sirena yoqilgan bo'lsa, oldinda turgan haydovchi qoida buzib unga yo'l berishi mumkin. Bu uchun u jazolanmaydi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Ko'pincha o'sha chorahalarda kuzatilamiz. Bitta haydovchi qoidani buzib o'sha yo'l beraman deganda, uni orqasidan yana 10 ta mashina qo'shilib chorahadan o'tib ketadi. Ya'ni vaziyatdan foydalanib o'tib olmoqchi. Vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qiladi. Bunday paytda shuni esdan chiqarmaslik kerakki, bular hammasi o'sha Ichki ishlar vazirligi tegishli markazda tahlil qilinadi va o'sha birinchi yo'l bergan mashinagagina jarima qo'llanmaydi. Qolganlarga qo'llanadi. Yugurlar shart emas bu bekor qilish uchun. Yo'q, bu narsani o'sha Ichki ishlar markazida kameralardan ko'tarilgan holda bekor qilinadi. Tushunarli, katta rahmat ma'lumotlar uchun va ushbu xabarni foydali bo'lishi uchun haydovchi tanishlaringizga yuborib qo'ying va yo'llarda harakatlanayotganingizda albatta tez tibbiy yordam xizmati xodimlari yo'l so'raganda yo'l bering, chunki siz va sizga o'xshagan insonlarni, ya'ni yaqinlaringiz kabi insonlarning hayotini saqlab qolish uchun ular harakat qilishadi.